Huzur Radyosu. Yonimizda ekanligingizdan mamnunmiz. Yonimizda ekanligingizdan mamnunmiz. Bir xil hikoyalar bor. Yashaging keladimi? Eshitganingda yo aytganingda yashaging keladi. Bir kuni meni ham hayotimda shunday bir voqea sodir bo'ladi-da, men ham bir necha pog'ona yuqoriga ko'tarilaman. Gohida ibodatlar bilan ko'tarilolmagan narsalarimizga axloqimiz bilan ko'tarilib qolamiz bir darajalarga, yoki hayotda qilganimiz bir ish vasila bo'ladi-da, inson o'laroq darajamiz tepaga ko'tarilib qoladi. Va bunday hikoyalar bizga yordam beradi. Vaziyatni anglab turishimizga, to'g'ri baholab turishimizga yordam beradi. Bir ota uchun farzandini to'ydirish eng muhim narsa deb bilamiz. Va bu ota farzandini to'ydirish uchun biz bilamiz, hatto o'g'irlik qiladigan otalarni bilamiz. O'g'irlik qilgan. Bu haqida asarlar ham yozilgan, filmlar bor. Ya'ni bir ota uchun farzand har narsa. U uchun har narsa qiladi. Ali roziyallohu anhu bir kuni uylariga kelganlarida Fatima onamiz roziyallohu anha dedilar-ki, ey Ali, uyda hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Bu Hasan va Husayn ochlikdan yig'layapti. Hatto uxla olmaydigan darajada hech narsa yo'qmi? Ya'ni cho'ntagingizda pul yo'qmi degan ma'noda, yo'qmiki bir narsa. Ali roziyallohu anhuning cho'ntaklarida 6 dirham pul bo'lgan ekan. Shu 6 dirhamga bir narsa olib kelay deb ko'chaga chiqibdilar. Bolasi ochlikdan qiynalib turgan ota yonidagi eng so'nggi chaqasini olib ko'chaga chiqyapti. U 6 dirham. Va ko'chada ikkita odamni bir-birini haqorat qilib tortishib turganini ko'ribdilar. Va debdilarki, ey musulmonlar, nima bo'ldi? Nega tortishyapsiz? Nega do'st bo'lish o'rniga, yaxshi gaplardan gapirish o'rniga nega bu haqorat? Inson bir-birini unday haqorat qilmasi kerak degan ma'noda ulardan biri dediki, buni mendan qarzi bor. Va ancha vaqtdan beri bu qarzni menga bermayapti. Qancha qarzi bor sizdan? 6 dirham qarzi bor. Ali roziyallohu anhu yonidagi o'sha 6 dirhamni ularga berib, ularni o'rtasini tuzatib qo'yib, yaxshilikka da'vat qilib, ammo quruq qo'l bilan uyga qaytadilar. Quruq qo'l bilan qaytganlarini ko'rgan Fatima onamiz roziyallohu anha, ey Ali, hech narsa olib kelmadingizmi deganda, yo'q, men u pulni boshqa bir joyga ishlatishga majbur bo'ldim. Nega ishlatdingiz? Nimaga ishlatdingiz deganda, ora tuzatdim. Ikkita bir-birini urushib qolgan ikkita mo'minni o'rtasini tuzatib qo'ydim. Shunga sarfladim dedilar. Lekin bolalar yig'lab turibdi. Fatima onamiz tabassum qildilar va juda to'g'ri qilibsiz. Juda ham to'g'ri qilibsiz. Bu muhim ish dedilar. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yana farzandlar yig'layapti, yana boshqa, unga chidolmasdan yana ko'chaga chiqdilar. Qayerga borishlarini bilmaydi, u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi. Bir odamni uchratdilar. Qo'lida tuya yetaklagan bir odam. Hazrat Alini ko'rdilar va dedilar-ki, ey Ali, yaxshi ham sizni ko'rdim. Mana shu tuyani men sizga sotishni istayapman. Chin dildan bu tuyani sizga sotmoqchiman. Hazrat Ali roziyallohu anhu dedilar-ki, meni bu tuyani olishga pulim yo'q. Mayli, ey Ali, buni men sizga 150 dirhamga sotaman, pulini istagan paytingiz berasiz. Hozir berishingiz shart emas. Yo'q, ola olmayman deganda, yo'q, men sizga buni sotishni niyat qildim. Sizdek odamga tuya sotganimdan, ya'ni sizni ko'rishim bilan shu tuyamni shu Aliga sotsam degan niyat keldi. Men buni qilmasam bo'lmaydi dedi va xo'p dedilar. Ali roziyallohu anhu pulni keyin berishga kelishdi va tuyani olib yo'lda davom etdilar. Ozgina yurganlaridan keyin bir odam chiqdi. Ey Ali, bu tuyani menga sotmaysizmi dedi.
men dedi 300 dirham beraman bunga dedi. Yo, buni narxi 300 emas, hozirgina 150 ga oldim men. Buni hali pulni ham berganim yo'q. Buni narxi 150 deganda, yo mayli 150 bo'lsin, men sizga ama 300 dirham berishni istayman dedilar. Qo'yarda qo'ymay 300 dirhamni berib tuyani olib ketdilar. Ali roziyallohu anhu hayron qoldilar. Qo'llarida 300 dirham pul, hozir hech narsa yo'q edi. Bordi, bozorlik qildi, uydagi ehtiyojlarni oldi, uyga olib borib berdi, farzandlarini qornini to'qladi, uydagilarning ko'nglini oldilar. Keyin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'tirgan bir majlisga bordilar. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rishlari bilan "Ey Ali, xush kelibsiz, o'tiring" dedilar. Yuzlarida tabassum bor. "Qani endi bizga o tuya voqeasini bir aytib beringchi" dedilar. Ali roziyallohu anhu hayron qoldi. Hali hech kimga aytmagan bu voqeani. Aytib berganlaridan keyin payg'ambarimiz aytdilarki, o'rtani tuzatib qo'yish mana shunaqa bo'ladi. Ikkita mo'minning o'rtasini tuzatishning mukofoti bunday bo'ladi. Siz 6 dirham bilan ikkita o'rtasi buzilgan odamni o'rtasini tuzatib qo'ydingiz. Alloh azza va jalla Jabroil alayhissalomni yuborib sizga bir tuyani sottirdi. İsrofil alayhissalomni yuborib u tuyani yana sizdan qaytib sotib oldi. Jabroil 150 dirhamga sizga sotdi. İsrofil 300 ga sotib oldi. Shuning uchun bugun oramizda bir-birini ko'rishga ko'z yo'q. Qo'lda bir narsasi bo'lsa ko'zini o'yishga tayyor bo'lgan, balki tilini kesishga tayyor bo'lgan. Shu tishini qayrab yuribdi deydi-ku, bo'riga o'xshab bir-biriga tishini qayrab yurgan. Hali bir ko'rsatib qo'yaman deb qasdlashib yurganlar bor. Qarshisidagi odam bir mo'min. Mo'min bo'lmasa bir inson. Qaysiki hatto eng qattiq xatolar, gunohlar qilganda ham Alloh azza va jalla jazosini o'ziga olib qo'ygan. Larni men jazosini beraman deb qamchisini o'ynatib turganlar. Yonidagi do'stiga, qo'shnisiga, tanigan tanimaganiga zulm qilayotganlar, zolimlar. O'rtalarida tuzatish o'rniga fisq fasod tarqatib o'rtalarni buzayotgan fasodchilar, fitnachilar ko'p oramizda. Men har doim bir yaxshilikni mukofotini, darajasini ko'rganda, yomonlikni jazosini ham unga ko'ra o'lchash kerak deb o'ylayman. Bir mo'minni orasini tuzatib qo'yishni mukofoti bu hikoya bilan ma'lum ekan. Mo'minlarning o'rtasini buzishni ham jazosi shunga ko'ra juda og'irligi ma'lum bo'ladi. Hayotda oddiy qoidasi, bir narsani, bir yaxshilikni, bitta jinsdan bo'lgan yaxshilikni foydasi qancha ko'p bo'lsa, u jinsda bo'lgan yomonlikni ziyoni ham u qadar pastda bo'ladi-da. O'tgan kuni bir ajoyib gap bo'ldi. Bir insonni kimligini o'lchash insonlarga ziyoni tegyaptimi, foydasi tegyaptimi? Shunga qaraladi. Uni miqdoriga qaralmaydi. Imkoniyat darajasi, imkoniyati natijasi, uni miqdorini ko'p yoki kamligi. Ammo bir inson olarak foydalimi, ziyon beruvchimi, foyda keltiradigan birimi yo ziyonkor birimi? Shunga qarab u yo u yoqli yo bu yoqlidir. Uni katta kichikligini hech ahamiyati yo'qdir. O'shaning uchun biz ham o'rtalarni tuzatadigan, imkon bo'lsa yordam beradigan, o'zida bor narsalarni boshqalarga ham ilinadigan, hatto bolasi yig'lab turganda ham muhimi biriga yaxshilik qilish kerak bo'lsa, uni qila oladigan darajada bir jo'mard, mard biri bo'lishni istashimiz kerak, bunga harakat qilishimiz kerak. Ali roziyallohu anhu bu qilgan harakatlari bizga bitta hayot darsi bo'lishi kerak. Bu hikoyalar o'zidan o'zi bizga yetib kelmagan.
bu keldimi, bu yerda chiqariladigan bir dars bor. Hech bir hikoya ertaga o'tmaydi. Unda bir dars bo'lmasa. 10 yilga o'tmaydi. 10 yildan keyin birov eslamaydigan millionlagan hikoyalar bor bu dunyoda. Ayrim hikoyalar bor, 100 yillab o'tsa ham o'zini kuchini yo'qotmaydi. Nega? U yerda bir manfaat bor. U yerda bir dars bor. Bu darsni olishimiz kerak. Hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak bo'ladi. Meni o'zimga yetarli muammolarim bor, tashvishlarim bor deb bir yaxshilikni ertaga o'tkazib kelayotganlar eng katta darsni bu yerdan olish kerak bo'ladi. Bolasi yig'lab turgan, ochlikdan yig'lab turgan otani eng birinchi qiladigan ishi bu bolani to'yg'izish deb o'ylaymiz. Undan muhimroq ishi yo'q deb o'ylaymiz biz. Lekin bu Ali roziyallohu anhuning qilgan harakat. Undan ham muhimi bu odamlarning o'rtasini tuzatish, bu kabi boshqa ishlar. Har qanday moddiy ishlardan muhimligi, qalb bilan bog'liq narsalar, moddiy narsalardan ancha yuqorida turishligi, unga diqqat qilishimiz kerakligi bu hikoyadan ma'lum bo'ladi. Yana boshqa ko'plab xulosalar chiqarish mumkin. Buni endi har kim o'zi dono xalqimiz aytgandek to'ppini boshdan olib qo'yib o'ylasa ko'p narsa topadi. Men kichkinaligimizda bo'g'irsoq nimasi bor edi. Bo'g'irsoq tulki yeb qo'yadi bo'g'irsoqni. Ertak. O'sha sahna bog'chadagi yotoqxonada devorida chizilgan. Uxlashdan oldin men har doim o'sha tulki bilan bo'g'irsoqni sahnasini tomosha qilib yotardim. Va bir kuni xayolimga bir fikr keldi. U fikr, ya'ni u tulki haqida ham ko'p o'yladim, u bo'g'irsoq haqida ham ko'p o'yladim. Va men tabiiyki endi majoziy ma'nodagi u bo'g'irsoq boshqada. Lekin men bola bo'lganim uchun uni to'g'ridan to'g'ri angladim va bir kuni bu ertakni bog'cha opamiz bizga aytib berar ekan, tulkining qanchalik zolimligini boshqa, bo'g'irsoqning bir qurbonligini boshqa gapirar ekan. Men aytibki, siz nega jonli narsani yomonlab, jonsiz narsani yaxshilayapsiz? U bo'g'irsoq bor yo'g'i bir xamir. Tulkini balki qorni och bolasi bordir. Uni yeyishga majburdir tulki. Nega bu tarafidan o'ylab ko'rmayapmiz? Nega o tulkini yomon deymiz? Tulkini tulki qilgan, ayyor qilgan, yirtqich qilgan bir hayot shartlari bor. Bir hayoti bor uni. U bo'g'irsoqni yemasa bo'lmaydi. Har qanday narsaga boshqa tomondan qarashingiz bilan ma'nosi o'zgaradi. Bu hayotning shartlarini yaxshilashga harakat qilishimiz kerak demoqchiman. Imkon qadar odamlarni yomonlik qilishga moyil bo'ladigan har qanday hayotidagi qiyinchiliklarni bartaraf qilishga hammamiz harakat qilaverishimiz kerak. Kattadir, kichikdir, uni farqi yo'q. Bir narsa qilaylik-da, u sher bo'lib ketmasin, yo'lbars bo'lib ketmasin, ziyon beradigan biri bo'lib ketmasin. Ya'ni bir narsa qilaylik biz. U bir kuni qo'rqmasdan bo'g'irsoqlarni yevoradigan biri bo'lib qolmasin. Meni bunga haqqim bor deb o'ylab qolmasin. Bu jamiyat zotan shunga loyiq deb o'ylolmasin. Bir joyda yaxshilik ko'rsa bir odam, u yerda yomonlik qila olmaydi. Atrofdagilardan yaxshilik ko'rgan biri o'z-o'zidan biriga ziyon beradigan biri bo'la olmaydi. Buni bolasi ham bunday bo'la olmaydi. Iloji yo'q bu narsani. Yana bir fikr. Bir do'stimiz bilan ko'l bo'yida yurganda aytib berdi-da, Abdukarim hech dedi, mana arablar, yo'lbarslar, sherlar, sirtonlar boqishadi. Hech ko'rganmisizlar? Videolar ijtimoiy medialarda chiqadi. Yonida yotadi. Qo'lni bersa tishlamaydi ham. Ishi ham yo'q. O'ynab, yana o'zi bilan o'zi. Lekin sirklarda o'sha tarbiyalangan sherlar odamlarni g'ajib tashlagan sahnalarini ham ko'rganmiz. Sen hech e'tibor qilganmisan? Nega bunday?
deganda men nega desa menga aytdiki, hayot sharti uni shunga majbur qildi. Ana u vaqtida taomini yeb, vaqtida mehrini ko'rib, e'tibor ko'rib, u odamni yeyishdek bir dardi yo'q. Ammo mana bu sirkdagi bir taom yeyish uchun bir narsa qilishga majbur qilingan biri. Kaltaklangan biri. Uni munosabatlari zo'rma-zo'raki, ozgina vaqt topishi bilan qarshidagini yanchib tashlaydi. Bunga majbur qilmas kerak insonlarni. Oddiy hayotda oddiy haqqi bo'lgan narsalarni bir narsalarda evaziga berishga urinmas kerak insonlarga. Sen buni qilsang, keyin buni qilasan demas kerak. Zotan haqqi uni. Munosabat agar bunday bo'ladigan bo'lsa, ya'ni buni qilmasang buni bermayman, buni qilma, ya'ni doimiy bu narsaga ma'ruz qolsa inson, majbur qoldirilsa, bir kuni u yo'lbars bo'ladi, u sher bo'ladi, u sirkdagi sher bo'ladi. Normal qabul qilish kerak, normal holatlarni qabul qilmaydi. Ziyon beraman deydi, vaqt kutadi, vaqt poylaydi va beradi. Berganda ham qaqshatib beradi. O'shaning uchun juda diqqatli bo'lish kerak insonlar bilan munosabatda. Sizdan qo'rqqanidan bir narsaga xo'p demasin. İstamayotgan bo'lsa, istamayapman buni deyishiga qo'yib bering. Qo'yib bermasiz, bir kuni vaqt keladi, ham aytadi, ham yanchadi. Huzur radiosi. Biz sizni tinglaymiz. Siz ham bizni tinglang. Tush insonni hayollaridan boshlanadi. Ya'ni bizi hayollarimiz har doim band bo'ladi kun davomida. Qanday band bo'ladi? Chunki ma'lumot kelib turadi. Quloqimizdan, ko'zimizdan, hislarimiz orqali bizga ma'lumot keladi va u ma'lumotlarni bizning miyamiz обработка deydi, ya'ni tushunadi. Bu nima qildi? Mana shu ovoz chiqishi bilan meni ko'zim qaramasa ham quloqim bu ovozni eshitadi. Bu ovoz emas deydi. Pastdagisi temirniki, bunisi yog'ochniki deydi. Ovozdan bilamiz qaysiligini. Qanday bo'ldi, sodir bo'ldi? Shu ovoz kelishi bilan miyada soniyalar ichida uni yog'ochligini aniqlashadi, temirligini aniqlaydi. Kun davomida mana bu yerda hozir qancha odam o'tirgan bo'lsa, kim bilan ko'zimga tushsa, gapirayotgan holatimda miya mendan so'ramasdan meni ongimda u odamni meni gapimni eshityapti, eshitmayapti, qanaqa odam, hammasini analiz qilib turaveradi. Unga ko'ra meni kayfiyatim, holatim o'zgaraveradi. Men hozir kayfiyatimni ishlab chiqaman, o'zgartiraman. Men o'ylasam gapira olmayman, lekin men mana sizga qaradim. Sizni holatingizni miyam o'zi tahlil qilaveradi. Unga qarab men tushunilyapman, tushunilmayapti, odamlar zerikyapti, zerikmayapti, balandroq gapiray, pastroq gapiray, buni o'zi avtomat, ya'ni o'z holicha tartiblaydi. Buni qanday qilyapti? Bizni xayol, fikrlarimiz band bo'lgani uchun biz uyg'oq ekanmiz, tush ko'rmaymiz. Uxlagan paytimiz ma'lumotlar kelish to'xtaydi. Eshitish, ko'rish, hammasi to'xtaganda xayollar erkin qoladi. Keyin ular sayr qilgan joylar balki boshqa, u bizga bir tush o'laroq. Buni olimlar shunaqa deydi. Payg'ambarlar, insonlar orasida payg'ambarlar uyg'oqligida ham tush ko'rishgan deyishadi. Balki vahiylar shunday bo'lgandir. Uyg'oq holatida ko'rgandir, eshitgandir, bildirilgandir, boshqa. Nega aytayapman? Biz o'zimizni, umumiy holimizni baribir o'zimiz yaxshi bilamiz. Atrofimizdagi psixologlar, boshqalar, nimalar, bular hammasi suratimiz bilan ichimizga juda kamdan kamini kirgizamiz. Bir psixolog bir insonni haqiqatidan, rostdan ichiga kirib, uni tahlil qilishi uchun u odamdan ko'p narsa talab qilinadi. Va bitta o'tirishda men seni bildim kimligingni
Biz o'zimizni o'rganish uchun bir umr sarflaymiz. Olimlardan biri aytdi, 40 yil kurashdim nafsim bilan. 40 yil. To'rkunda kurashib, yutib avliyo bo'lishni istaymiz-da biz. 40 yil ha. Yana bir aytadi, 40 yil namoz o'qishni o'rgandim deydi. Biz odamlarning namozlarini unday qilar, bunday qiladi. Biz kimmiz? Olimlar aytayapti, 40 yil o'rgandim namoz o'qishni deyapti. Sekin-sekin. Mana shudir kurash. Shu mujodala, jang shu. O'zimiz bilan bo'lgan jang shu. Huzur radiosi. Huzur radiosi. Oila davrasida ishonch bilan eshiting. Ishonch bilan eshiting. Biz aldanib qolish deganda biz insonlarni bizni chuv tushirishini yoki bizga firib qilishini, insonlar bo'lgan munosabatlarda yutqizib qo'yishimizni, boshqa mana shu masalalarni tushunamiz endi. Aldanib qolish yoki aldanganlar safida qolish degan narsalarda aldandim, aldab ketishdi, umuman mana shunaqa narsalar. Musa alayhissalom kunlardan bir kuni bir chashmani kuzatib o'tirsalar, u chashmaga bir askar kelibdi-da. Suv ichaman deb. Egilib suv ichaman desa, bo'ynida oltin kosa bor ekan, ilingan. Shu suvga tegmasin deb oltin kosani olib qo'yib, suvni ichib, chanqoq qongandan keyin kosani unutib yo'lda davom etibdi. Kosa, ya'ni chashmani bo'yida qoldi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin bir bola yugurib kelibdi. Suv ichaman deb-da, ya'ni chashmadan. Qarasa, oltin kosa turibdi. Suvni qo'yib, kosani olib yo'lda davom etibdi, chopib ketib qoldi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yana o'sha chashmaga bir nuroniy, yoshi katta bir chol kelibdi. Suv ichayotsa, boyagi kosani unutgan askar yugurib kelibdi-da, meni oltin kosam shu yerda qolib ketdi, topib berasan debdi. Boyagi odam aytibdi, meni hech xabarim yo'q undan. Men bilmayman, ya'ni oltin kosa ko'rmadim desa, yo'q, sen bekitding, sen olgansan, topib berasan debdi. Boyagi odam topib bera olmagandan keyin boyagi askar uni o'sha joyda o'ldiribdi. Bu voqealarning hammasiga guvoh bo'lgan Musa alayhissalom Allohga aytibdiki, "Yo Rabbiy, qani bu yerda adolat? Buni nimasi, qaysi nuqtasida adolat bor?" deb go'yo bir isyon qilganday bo'libdilar-da. Alloh azza va jalla aytibdiki, siz albatta bu bizni tadbirlarimizdagi bu adolatni bilish darajasida emassiz, ya'ni insoniyat bu dunyodagi insonlar o'rtasidagi munosabat va bu munosabatlarda qurilgan Allohning tadbirlarini bilish darajasida aqlli emas ekanda inson. Oltin kosani olib qochib ketgan bolani otasini bu askar molini tortib olgandi. Mana bu chol bir paytlar u askarni otasini nohaq bir narsada ayblab o'ldirgandi. Biz shu bilan tarozini o'rniga qo'ydik. Qani bu adolat? Shu adolatmi deb bir qadar bo'lsin isyonga ketganlari uchun Alloh tavbaga buyurgan ekan. Biz bunday isyonlarni bir kunda necha marta yashaymiz? Biz bilan bo'layotgan munosabatlarda, boshqa narsalarda. Hayotimizda bo'layotgan narsalarni yaxshi bo'lmadi, to'g'ri bo'lmadi, nohaqlik bo'ldi. Asli haqiqat bunday bo'lish kerak edi. Bu haq, bu nohaq degan nuqtalarga qancha ko'p boramiz hayotimizda va qancha odamlarni mana shu fe'limiz bilan, mana shunday qarashlarimiz bilan yomonotlik qildik, qoraga chiqardik, boshqa. Hisobi yo'q, ya'ni har birimizni hayotimizda juda ko'plab bizni bunday yengiltak desak to'g'riroq bo'ladi, anglamay qilganimiz xulosalar bilan qancha odamlarni nomiga dog'lar tushirgan bo'lishimiz mumkin.
hayotidan ma'nolarni o'g'irlagan bo'lishimiz mumkin. Yashab bo'lmaydigan bir holatga olib kelib qo'ygan bo'lishimiz ham mumkin, bilmaymizda. Lekin o'zimizni har doim biladigandek tutamiz. Aldanish haqida boshladik suhbatimizni. Mana shuni dunyoga aldanish deyiladi. Dunyoda bo'layotgan voqeliklarda nima uchun ligini bilmasdan turib, ular haqida baralla ovozda baqirib gapirish aldanish bo'ladi. Bir kuni biz ishonganimiz va baqirib gapirganimiz, o'zimiz o'ylab topganimiz haqiqatlar sarobligini anglab yetganimizda keyin izza bo'lib qolamiz. Aynan mana shu mavzuda yana bir hikoya bor. Rumliklarni Yahudiylar ustidan hukmron qilib qo'ygan podshoh va Yahyo alayhissalom o'rtasida bo'lib o'tgan bir suhbat bor. Musa alayhissalom Fir'avndan qochib o'z qavmi bilan Qizil dengizni yoniga kelib qolgan bir paytda orqasidan Fir'avnning qo'shini ulkan katta bir qo'shin quvib kelayotgan bir paytda o'rtada qoldilar. Bir tomonda Qizil dengiz, orqa tomonda katta bir Fir'avn qo'shinidan paydo bo'lgan yana bir dengiz. Ana o'sha payt Musa alayhissalom o'z Robbiga iltijo qilib ko'kka qaradi va Robbisidan unga hassangni suvga ur degan buyruq bo'ldi. Musa alayhissalom hassasini suvga urgan bir paytda Qizil dengizi ikkiga bo'lindi. Va Musa alayhissalom qavmi bilan dengizdan o'tdi. Savol quyidagicha. Allohning qudrati har narsaga yetardi. Dengizni ikkiga ayirgan Alloh Musa qavmini dengizni ikkiga ayirmasdan ham suvni ustidan yurg'izib o'tkazib yuborishi mumkin edi. Nima uchun dengizni ikkiga ayirdi deb savol beradi. Yahyo alayhissalom aytadilarki, sen bir aldangan odamsan. Sen baribir buni hikmatini tushunmaysan. Lekin mendan so'ralgan har narsaga javob berishim shart va to'g'risini aytishim shart deydilar va aytadilar. Agar Alloh Musoni va uni qavmini dengizni ustidan yurg'izib o'tkazganida edi, Fir'avn askarlari hech qachon suvni ustidan ularni quvmasdi. Alloh suvni ikkiga ayirdi, yerni ko'rsatdi. Musa qavmini dengizni o'rtasidan suvni ikkiga ayirib, quruq yerdan yurg'izib u tomonga o'tkazdi. Suvni ustidan yurmasdi, ammo endi tuproq ko'ringani hamona bu Fir'avn lashkarlari tuproqni ustidan Musoni qavmi ortidan boramiz dedi. Nega? Chunki insonlar tuproq ustida yuradilar. Ya'ni tuproq ko'ringani ondan boshlab Fir'avn va uning lashkarlari aldandilar va halok bo'ldilar. Aldanish o'ldiradi. Agar biz bu dunyoda yasharkanmiz, o'zimiz aldovlar ichida, yolg'onlar ichida, o'zgalar tomonidan aldanayotgan bo'lishimiz mumkin. O'zgalar tomonidan yolg'on bir narsalarga ishontirilgan bo'lishimiz mumkin. O'zimizni aldayotgan bo'lishimiz mumkin. O'zimiz yolg'onlarga giriftor qilayotgan bo'lishimiz mumkin. So'zimizda, hayollarimizda, amallarimizda yolg'onni ichida bo'lishimiz mumkin. Yana bir marta eslatib qo'yamiz. Biz bu dunyoda bo'layotgan voqeliklarni to'laligicha anglab yetolmaymiz. Tushunib yetolmaymiz. Sirlari bizga ma'lum emas. Agar biz ana shu sirlar bizga ma'lum emasligini tan olmasdan, o'zimizni nimanidir biladigan, nimanidir anglaydigan, nimagadir aqli yetadigan, qurbi yetadigan, kuchi bor, quvvati bordek ko'rsatishni boshlasak, aldanganlar Fir'avn nima qildi? Fir'avn o'zini har narsadan qudratliman, men bir ilohman, men bir xudoman demadimi? Uni bunday deyishiga majbur qilgan sabablari nima edi?
har narsani biladigandek tutish, har narsani bilishiga o'zining ishonishi, hamma qudrat ungagina xosligiga o'zini va boshqalarni ishontirishga bo'lgan urinishlari emasmidi? Va oqibat nima bo'ldi? Aldandi va aldanish uni o'ldirdi. Biz ham ko'zimizni ochmasak, taslim bo'ladigan nuqtalarda taslim bo'lmasak, ana shu aldanganlar va aldanayotganlar qatorida bo'lib qolishimiz mumkin. Va bu, yana bir bor qaytaramiz, aldanish o'ldiradi. Huzur radiosi. Yonimizda ekanligingizdan mamnunmiz. Yonimizda ekanligingizdan mamnunmiz. Bir hikoya bor. Haqsizlikka uchragan temirchi haqidagi bir hikoya bor. Bu hikoya aytishadiki, o'zimiz tomonlarda Xorasonda sodir bo'lgan deyishadi. Xullas kalom, Xorason hokimi Abdulloh ibn Tohir adolatli hokim edi. Jandarmalar, ya'ni mirshablar bir necha o'g'rilarni ushladilar va buni nima qilishdi? Hokimga bildirishdi. Shunday bir guruh bor edi, biz u guruhni qo'lga oldik dedi. Olib kelingan o'g'rilardan biri nima qiladi? Qochishga musharraf bo'ladi, qochadi. Ayni o'sha paytda bir xirotlik bir temirchi Nishopurga ketgandi. Uyiga qaytarkan, temirchi yarim tunda uyiga qaytayotgan bir paytda uni jandarmalar boyagi qochib ketgan o'g'ri deb o'ylab qo'lga olishadi. Va uni boshqa o'g'rilar bilan birgalikda hokimning huzuriga olib kelishadi. Hokim bo'lsa bularni barchasini zindonga tashlashga buyuradi. Endi voqea bunday tus olganidan hayratda qolgan va yana o'zini hech bir aybi yo'qligini tushunib yetgan temirchi zindonda darhol tahorat oladi va 2 rakat namoz o'qiydi. Keyin qo'llarini duoga ochib, "Ya Rabbim, meni hech qanday gunohim yo'qligini faqat sen bilasan. Va meni bu zindondan faqat sen qutqara olasan. Meni qutqar. Meni bu zulmni iskanjasidan chiqar" deb duo qiladi. Endi ayni shu tunda hokim uxlarkan, tushida 4 ta bir baquvvat odam kelib, uni taxtini ters o'giradilar. Hokim qo'rqib o'rnidan turib ketadi. Hokim ham boradi, tahorat oladi, 2 rakat namoz o'qiydi va yana uxlagani yotadi. Avval ko'rgani tushni aynisini xuddi o'zini yana takror ko'radi. Yana 4 ta odam, baquvvat odamlar keladi tushida, yana uni taxtini nima qiladi? Teskari o'girishadi. Hokim bu holdan yana qo'rqib uyg'onib ketadi va o'zida, ya'ni ichida qandaydir bezovtalik his qiladi. Kimgadir zulm qilyapman shekilli, o'zidan o'zi bo'lmaydi bu taxt, o'zidan o'zi teskari qilishmaydi. Ya'ni bir o'zi tomonidan sodir etilgan bir nohaqlikni his qiladi-da. Hokim darhol birinchi zindon boshlig'ini yoniga chaqiradi va unga deydiki, bu kecha bizni qamoqxonamizda, zindonimizda mazlum, ya'ni zulm ko'rgan, biz tomonimizda nohaq o'tirgan birortasi qoldimi? Qarang-da, shu har kuni tekshirar ekanda, mazlum birortasi qolmayaptimi qamoqxonada deb. Keyin qamoqxona boshlig'i shunday javob qilibdi: "Hokimim, bilmadim. Faqat tinmay bittasi namoz o'qiyapti.
ko'zlaridan yosh to'kib nima qilyapti? Duolar qilyapti. Hokim aytibdi, u odamni darhol tezlik bilan oldimga olib keling. Buni buyuribdi. Temirchini hokimni yoniga olib kelishibdi. Hokim undan hol-ahvol so'rabdi. O'zini tanitishini, bu yerda nima qilayotganligini, ne sababdan zindonga kirganini so'rabdi. Temirchi voqeani qanday sodir bo'lgan bo'lsa, shunday oqizmay, tomizmay, ipidan ignasigacha aytibdi. Ahvolni anglagan hokim o'zi tomonidan yoki uni xizmatchilari tomonidan xato sodir etilganligini tan olibdi va temirchidan uzr so'rabdi. Haqqingni halol etdi. Va mana shu 1000 kumush tangani, meni hadyamni qabul qil. Va agar bundan keyin ham biror arzing bo'lsa, bir muammoga duch kelsang, albatta meni yonimga kel, menga murojaat qil, debdi. Temirchi sokincha shunday javob beribdi. Men sizga haqqimni halol qildim va berganingiz bu 1000 kumush tangani olaman. Ammo biror bir ishim chiqsa, bir tilagim, bir istagim bo'lsa, sizning yoningizga men kela olmayman. Hokim so'rabdi, nima uchun kela olmaysan? Chunki men kabi bir faqir uchun, sen kabi bir sultonning taxtini bir necha marotaba teskari o'girtirgan egamni tashlab, istaklarimni senga ayta olmayman. Egamga aytaman. Nima dardim bo'lsa, nima hasratim bo'lsa, nima og'riqlarim bo'lsa, nima azoblarim bo'lsa, bir tor hayot yashayotgan bo'lsam, nima bo'lsa Allohga aytaman. Allohdan boshqaga bir narsa so'rab borish bir qulga yarashmaydi. Namozlarimdan keyin qilgan duolarim sabab meni mana shunday bir muammolardan qutqardi. Yana ko'p mana niyatlarimga qovushtirdi. Iqtisodiy tomondan bir butlab qo'ydi. Boyagi nimani nazarda tutyapti-da, 1000 kumush tangani. Shuncha narsa bo'lib turib, qanday qilib men boshqasidan yordam so'rayman? Yaratgan egamning eshigi har doim men uchun ochiq ekan. Qanday qilib men u eshikni tashlab, u eshikdan voz kechib, tark etib, sening eshigingni kelib taqillataman? Kim istadi-da bu hayotda Alloh bermadi. Kim so'radi-da so'raganini olmadi. Kim bu eshikka keldi-da bu eshikdan qo'li bo'sh qaytdi. So'rashni bilmaslik bu boshqa masala. Agar siz so'rashni bilmayotgan bo'lsangiz, bir tavozeli bo'lishni bilmayotgan bo'lsangiz, Allohning huzurida odob bilan turmayotgan bo'lsangiz, uni huzuriga odob bilan chiqmayotgan bo'lsangiz va buni sababidan uni rahmatiga qovusha olmayotgan bo'lsangiz, marhamatiga qovusha olmayotgan bo'lsangiz, rahmiga qovusha olmayotgan bo'lsangiz, bu sizning xatoyingiz. Maslahatim debdi temirchi, siz ham uning yoki buning adolatiga sig'inmang. Allohning adolatiga sig'ining. Albatta dunyoda ham adolat bor. Dunyodagi adolatni ham bir vasila o'laroq ko'rishimiz mumkin, ammo insonlarga ishonib bir ishga bel bog'lamang. Amakidan, tog'adan, bilmam yana kimdan so'ramang. Haqiqiy istak eshigiga yuzlaning. Zero u eshikdan siz hech qachon bo'sh qaytmaysiz. To'g'ri bo'ling va Allohga sig'ining. Adolat ertami kechmi
albatta qaror topadi. Mana shu temirchini oxirgi gaplari, podshohga nasihatlari bizga ham qilingan nasihatda aslida. Biz ham sal qiyinchilikka kirib kelib qolsak, tog'adan, amakidan, undan bundan so'raymiz, tezroq hal qilmoqchi bo'lamiz. Nima uchundir bizga Allohdan so'rash va undan bizga bir javob kelishi va bir muammolarimizni yechimi topilishi uzoq vaqt so'rab davom etadigandek tuyuladi-da. İnsoniy o'lchovlarda harakat qilamiz. Tabiiy albatta bu, lekin qalbimizda ana shu Alloh azza va jallaga bo'lgan bir tavozi, bir odob, bir haqiqiy ma'noda qullik qilish, haqiqiy ma'noda sig'inish, haqiqiy ma'noda ishonish bo'lsa, bizdagi muammolar boshqacha bartaraf bo'ladi. Bizni qo'llarimizni ochishimiz boshqacha bo'ladi. Aslida mana shu qo'limizni duoga ochtirib qo'ygan Alloh mana shu bilan bizga marhamat qilgani o'zi aslida. Odamlar bor qo'lini duoga ocha olmaydi. Ocholmaydi. Ishonmaydi yani. Fojia emasmi bu inson uchun? Shuning uchun bugun qo'limizni duoga ochib Allohdan so'rash baxtiga musharraf bo'layotgan bo'lsak, mana shuni o'zi bir katta ne'mat. Berish bermaslik Alloh azza va jallaning o'zining ixtiyorida. Davlat uniki, mol uniki, mulk uniki, butun yaratilgan har narsa uniki. Biz ham unikimiz, o'zimizniki emasmiz. Biz kimmiz? Agar Allohning huzuriga odob bilan chiqa olsak, butun hayotimiz boshqacha bir tus olishi mumkin, ko'rinish olishi mumkin. Mana shunaqa bugun o'ylaymanki, hammamiz uchun ham o'sha temirchi misolida aytilgan o'gitlarda amal qilsak, hammamiz uchun ham juda katta foydalar bor deb o'ylayman. Sog' bo'lasiz. Huzur radiosi. Biz sizni tinglaymiz. Siz ham bizni tinglang. Turkiyada tikuvchilar erkaklar bo'ladi, bilasizlarmi? Terzi deb qo'yadi ular. Ayollar tikuvchilik qilmaydi bu yerda. O'sha tikuv do'konlarida ko'proq erkaklar ishlaydi. 80 ga kirgan otaxonlar ham ishlayveradi. Bir umr tikuvchilik qilgan. Bu kasb ayolning kasbi degan nima yo'q. Erkaklar qiladi bu kasbni. Va bu normal. Shundaylardan biri icharkanda endi. Aroq icharkan. Yondagilar ichmang endi, qo'ying desa, hay, hali ulguraman. Tavba qilishga ulguraman, qo'ysangchi derkan. Shu yonida shunday turar ekan, kesib, ichib, ertalabdan kechgacha ishi shu ekan. Doimiy shu ho'plab turar ekanda endi. Suv o'rniga ham, choy o'rniga ham shu. Spirtli ichimlik bo'lmasa, hayotining ma'nosi ketib qolgandek bo'lar ekan. Atrofidagi do'st birodarlari qancha nasihat qilmasin, pand nasihat qilmasin, hech quloq olmas ekan. Kunlardan bir kuni biri kirib qopdi-da, Allohni tanigan biri debdiki, amaki debdi, bitta savol bersam mayli, ma'zur tuting ama. Ber debdi. Shu hozir kesyapsiz-ku debdi, shunday debdi. Hozir mana shu yerda bir o'g'ri kirib kelib qolsa hozir. Shunday kesishda davom etasizmi yo bunday qiyshaytirib yuborishingiz mumkinmi? Kutilmaganda bir bostirib kirdik. Bilmadim, qurol bilan yo bilmadim, bir o'g'ri, ya'ni bir yaxshi niyatda emas. Sizda shu sokinlik qoladimi yo buziladimi desa, tabiiy buziladi. Endi o'g'ri kelganda men qanday qilib kesishim mumkin? Tabiiyki u. Ha, endi bir o'g'ri necha yildan beri qilasiz bu ishni? 40 yildan beri qilaman. 40 yildan beri qilgan ishingizda o'g'ri kelsa, baribir qiyshayib ketadimi?
Ha, qiyshayib ketadi. Chunki nimaga? Hayajonlanasiz, qo'rqasiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Azroil kirib kelib qolsa nima qilasiz? Siz 40 yildan beri qiladigan ishingiz bir o'g'riga bunday bo'lar ekan, 40 yildan beri qilayotgan gunohlaringizni Azroil kelganda bittada to'g'rilab olasizmi? Qanaqa bo'ladi bu? Ertaga tashlayotgandiku, qachondir qilaman deb. Ulguraman deyatdi-ku. Bir o'g'rini oldida mazamiz qochib qolar ekan, Alloh o'zi asrasin. Ruh, qalb va nafs o'rtasidagi bu bir kurash bu yerda, bu hayotda qilayotgan ishimiz. Aytishadiki, insonni agar ruhi g'olib bo'lsa, bu jismda ruh g'olib bo'lsa, unda inson avliyodir. Ruhi g'olib kelgan bo'lsa, avliyodir. Tortishga o'rin yo'q. Nafsi g'olib kelgan bo'lsa, u bir qaroqchidir. Qaroqchidir. Chunki doimiy nafsini istaklarini qiladi. Endi bir nafsi, bir ruhi, bir nafsi, bir ruhi g'olib kelib tursa, bir kun yaxshi, bir kun yomon, bir kun gunoh qilib qo'ydi, ertasi kun tavba qildi. Bo'lib tursa, bunday odam mo'mindir. Mo'min odam shunaqa ekan. Bir kun xato qiladi, ertasi kun boradi, Allohim meni kechir. Kecha yaxshi bir mo'min o'laroq keldim, bugun bir gunohkor o'laroq kelyapman qarshingga. Allohim meni kechir deydi. Endi oramizda odamlar bor, ya'ni atrofimizda shunday odamlar bor. Gunohim ko'p, qanaqa qilib qilaman namozni, buncha qaysi yuzim bilan Allohning qarshisiga chiqaman? Ayib. Bugun bo'lmasa ertaga borib chiqasan-ku. Bugun bo'lmasa ertaga boshqa joymi boradigan. Bugun bormasa ertaga boradi. Boshqa boradigan joy yo'q. Gunohlarim ichimda, hali o'zim tozalab olishim kerak namoz o'qish uchun. Nima degan gap? Hali o'zim qayerda tozalamoqsam, hammomgami kirib tozalaysan? Endi masalani boshqa bir tarafiga qaratmoqchiman. Ayrim odamlar bor, ojiz. Do'konga kirib aroq olishdan o'zini to'xtata olmaydi. Kuchi yetmaydi, ya'ni. Kuchsizroq, irodasizroq. Lekin olgan arog'ini boshqalar ko'rib qolishidan uyaladi, bekitadi. Agar shunday biri bo'lsa, hali umid bordir degan. Hali umid bordir, hali uni tuzatishga umid bordir. Unga haqiqatlarni yetkazsa, u balki u ishdan qaytadi. Ya'ni yomonligini berkityaptimi? Umid bor degan. Ayrim odamlar bor, gunohni legallashtirib olganda. Legalni gunoh qilardi. Ruxsat bergan o'ziga. O'ziga ruxsat bergan u ishni. Kim bir yomon ishni qilayotgan bo'lsa, qaysi ish bo'lsin, u o'ziga uni qilishga ruxsat bergani uchun qiladi. Ruxsat bergan, oqlagan o'zini. Bir joyda oqlab qo'ygan. Bir marta bo'lsa ham ruxsat bergan u ishni qilishga, o'ziga o'zi. Shuning uchun qiladi. Ya'ni legallashtirgan. Tushunarli bo'lsin deb shunday so'z ishlatyapman-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoniga biri keldi. Ya Rasululloh, bir gunoh qilib qo'ydim. Rasululloh, bir gunoh qilib qo'ydim, endi nima qilaman? Tavba qil dedilar. Tavba qil, bu ish yaxshi emas, tavba qil dedilar. Ketdi, oradan vaqt o'tdi, yana keldi. Ya Rasululloh, yana boya gunoh qilib qo'ydim. Tez tavba qil dedilar. Bu yaxshi ish emas. Tavba qil. Oradan yana ozgina vaqt o'tdi, yana keldi. Rasululloh, yana qilib qo'ydim, endi nima bo'ladi? Tavba qil, chin dildan nadomat chekib tavba qil va boshqa qaytmagin bu ishingga deb jo'natib yubordilar. Oradan vaqt o'tdi, yana keldi, qilib kelaverdi. Sahobalar so'radi: "Ey Rasululloh, qachongacha davom etadi bu? Qachongacha bunday deysiz bunga?" deganda, "Gunohdan to'xtagunga qadar" dedilar.
to'xtaguncha davom etaveradi. Odam tavba qiladi. Odam xato qiladi, tavba qiladi, xato qiladi, tavba qiladi, gunoh qiladi, uzr so'raydi, tavba qiladi, nadomat chekadi, iztirob chekadi, uyaladi, hijolat bo'ladi. Kuchi yetmaydi, yana gunoh qilib qo'yadi, yana yig'laydi, yana siqtiydi. Inson shunday. Xatokor ya'ni. Biz nima qilamiz? Bunaqalar qarisa otinoyi bo'ladi deydimi? Shunaqa gap bormi? Ya'ni ma'nosi shu. Yoshligingda bir buzuq eding, katta bo'lib otinoyi bo'lib qoldingmi? Yo yoshligingda bir buzuq eding, katta bo'lib mulla bo'lib qoldingmi? Deydi. Bo'lib qolishi mumkin. Otinoyi ham bo'lib qolishi mumkin. Mulla bo'lib qolishi ham mumkin. Alloh to'g'ri yo'lga olib kelib qo'yadi-da. Alloh to'g'ri yo'lga olib kelib qo'ysa, nega bo'lmasin? Bizga ham uni muhokama qilish. Biz nima qilamiz? Biz go'yo qutulganlarimizda eshikni yopib olamiz. Qarsillab. Yo'qol pislik deb. Do'zax deganda. Sizga kimdir aytdimi siz jannati deb masalan? Ya'ni go'yo ibodatdagilar, Allohni tanidim deb o'ylayotganlar, ro'zasini tutib, zakotini berib, Ramazonda bir mo'minday bu hayotini yashayotganlar, o'zlarini qutulganlar va buni qilmayotganlarni go'yoki ular tamom bo'ldi. Ular o bitti, ular ketdi, yoqqa yonadi bular, o'tin bular. Shunaqami? Kim aytdi buni? Kim biladi uni? Kimni? Hali oxiri kelmadi-yu, o'yin tugamadi-yu hali. O'yinda oxirida kim qanday tugatishini hech kim bilmaydi-ku. Bir odam bor edi. Yoshligida ajoyib edi, qariganda ammo qizg'onchiq, injiq, bir nima bo'lib qoldi. Bir durust odam edi, bir yomon qaridi deymiz. Ajoyib odam edi. Nega bunday qaridi ekan? Ziqna biri bo'lib qoldi. Keyin aytgan ekan, o'zi ziqna edi u. O'zi injiq odam edi. Faqat hali yosh edi. Hali kuchi bor edi. O'zini idora qila olardi. Kontrol o'zida edi. Boshqalarning oldida uyalib qolmaslik uchun o'zini bunday tutardi. Endi qaridi. U kontrol ketib qoldi. Ichidagi tashqariga chiqib ketib qoldi. Bizda ham bugun hammamizda bor. İçimizde bekitib yurganimiz. Hozir uni bekitishga kuchimiz yetyapti. Erta bir kun kuchimiz yetmay qolishi mumkin. Uni tuzatishimiz kerak bo'ladi. Huzur radiosi. Huzur radiosi. Oila davrasida ishonch bilan eshiting. Ishonch bilan eshiting. Podshohlardan bittasi Xizr alayhissalomni ko'rishni orzu qilib qopti-da. Vazirlardan birini chaqiribdi-da. Qanday qilib Xizr alayhissalomni ko'rsak bo'ladi? Desa vazir aytdi, podshohim, men bu to'g'ri ko'p narsaga aqlimiz yetadi. Vazirimiz bekorga vazir emasmiz-ku. Lekin davlatni oz-moz qing'ir qiyshiq ishlarga aralashib qolgan joylarimiz bo'ladi. Ishimiz shuni taqozo qiladi. Huquq boshqa masalalarda ozgina xatolarimiz bor. Shuning uchun Xizr alayhissalomday bir zotni biz chaqirish yo'llarini bilmaymiz. Ya'ni bu bilimdan biz ancha yiroqdamiz. Buni Shayxul Islomdan so'rash kerak. U kishi ilm odamlaridan bo'lgani uchun ular bilsa kerak deydi. Podshoh Shayxul Islomni chaqiribdi. Aytibdiki, Xizr alayhissalomni ko'rmoqchimiz. Qanday qilsak bo'ladi desa, Shayxul Islom aytibdiki, podshohim
ilmimiz bor alhamdulillah. Lekin bu biroz mantiq odamlarini, irfon ahlini biladigan ish. Biz bundan ancha yiroqdamiz. Podshoh aytibdi, nima qilamiz unda? Shayxul Islom aytibdi, bir e'lon beraylik. Kim Xizr alayhissalomni bilsa, saroyga olib kelsa, bir mukofot e'lon qilaylik. Yo bilganlar bordir, yo biladiganlarni bilganlar bordir, yo ko'rganlar bordir va yo ko'rganlar bordir degan ma'noda e'lon berishadi. Endi bir faqir odam qiladigan ishi yo'q, hayotidan xafa bo'lib uyda yotsa, derazadan jarchilarning ovozi eshitilib qopti. Kim Xizr alayhissalomni podshohimiz saroyiga olib kelsa, buncha mukofot, bunday qilamiz, tilagini bajo keltiramiz deb jar solib yurgan ekan. Boyagi odam tashqari chiqibdi. Aytibdiki, men bilaman Xizr alayhissalomni. Men topib olib kelaman. Juda ham yaxshi. Sharting nima? Nima istaging bor? Nima orzung bor? Bir istaging bor, nima istaging bor? Shu 40 kun davomida saroyda podshoh nima yesa, bizni uyga ham shuni olib kelasizlar. 40 kun. Jarchilar podshohga yetkazishibdi bu odamni istagini. Podshoh aytibdi, bosh ustiga. Juda ham yaxshi. Nima yesak ikromimiz bo'lsin. Yetkazing odamga ham. Xullas uyga har xil taomlar kelishdi boshlabdi. Boyagi faqirni ayol so'rabdi. Xo'jam, nima qilib qo'ydingiz? Tinchlikmi qayerdan kelyapti? Boy shunday qildim men. Xizr alayhissalomni qayerdan topasiz endi? Endi bilmayman endi xotin. 5 kunlik dunyoda bir 40 kun to'yib ovqat yeylik dedim men, biz ham. Deb 40 kun taomlanishibdi, shohona taomlar kelibdi. 40-kun eshik taqillabdi. Eshikdan chiqsa saroydagilar 40 kun bo'ldi. Boyagi odamning boshi bukilibdi, bo'yni bukilibdi. Bu masala men bilan podshohning o'rtasidagi masala. Menga hozir 2 daqiqa vaqt beringlar. Chiqaman, boramiz. Kirib tahorat olib 2 rakat namoz o'qib Allohga iltijo qilibdi. Ya Rabbi, bir xato qildim, bir yolg'on gapirdim. Bu xato uchun, bu yolg'on uchun o'zing meni afv et, sen afv etuvchilarning eng yaxshisisan. Afv etishni yaxshi ko'rasan. Meni bu mushkulimni o'zing oson qilgin. Hasbinallohu ni'mal vakil deb yo'lga chiqibdi. Saroydagilar buni saroyga olib borishdi, podshohning huzuriga tiz cho'ktirishibdi. Podshoh aytibdi, qani Xizr alayhissalom? Odam aytibdi, podshohim, men bir faqir odamman. Xizr alayhissalomni yaxshi tanimayman, ko'rmaganman, bilmayman, lekin bir to'yib ovqat yegim keldi. Shuning uchun yolg'on gapirdim. To'g'ri sizga nohaqlik qildim. Ammo siz podshohsiz, meni kechiring. Podshoh juda g'azablanib birinchi vazirdan so'rabdi. Nima qilamiz buni? Nima qilishimiz kerak buni desa, vazir aytdi, podshohim buni parchalash kerak. Keyin har bir parchasini shaharda har bir ko'chasiga ilib chiqish kerak ki odamlar podshohga yolg'on gapirish, podshohni aldash, undan behudaga foydalanishni istash qanday bo'lishini bilsinlar debdi. O'sha payt odamlar orasidan, endi saroydagilar orasidan bir yosh bolacha chiqib, asliga, nasliga hu debdi. Podshoh bir qarab tanimabdi. Ikkinchi vazirning oldiga boribdi.
Sen nima deysan, buni jazosi nima bo'ladi, qanday jazolaymiz desa, buni podshohim maydalaymiz, yaxshilab ezamiz buni, keyin shaharda ko'chalarga osib chiqamiz. Odamlar ko'rsin podshohga qanday yolg'on gapirishdi, jazosi qanday bo'lishini. Desa, odamlar orasidan boyagi bola yana chiqib, asliga, nasliga hu debdi. Podshoh yana qarab qo'yibdi. Keyin uchinchisi vazirning oldiga boribdi. Sen nima deysan? Qanday jazo qo'llaymiz desa, uchinchisi aytibdi, podshohim, bu vazirlar albatta to'g'ri aytyapti. Men bularning fikriga qo'shilaman, lekin bir podshoh uchun bir faqirni jazolashdan ko'ra uni afv etish podshoh uchun yarashadi. Afv eting podshohim, sizdan nima ketdi? Desa, boyagi bola yana chiqib, asliga, nasliga hu debdi. Podshoh hayron qoldi. Bu bola kim? Bu birovning o'g'limi, birovning bolasimi? Boyagi nimadan so'rabdi? Kambag'aldan. Seni bu kimingdir bo'ladimi? Bu qayerdan paydo bo'ldi? Hech kimga tegishli emas u bolani, hech kim tanimaydi. Boyagi bola aytibdi. Podshohim, men o'sha siz aytgan Xizr alayhissalom bo'laman. Allohga duo qildi bu faqir. Alloh duosini qabul qildi. Va men bu yerdaman. Mendan murod nasihatdir. Men bu vazifamni bajaraman va ketaman. Birinchi vazir qassobni o'g'li edi. O'shaning uchun kesib, parchalarga ayirib, shaharda ko'chalarga ilishni taklif qildi. Ikkinchi vazir oshpazning o'g'li edi. O'shaning uchun kesib, maydalab, yaxshilab urib, keyin ilishni tavsiya qildi. Maslahatim, birinchisini bosh qassob qiling. Ikkinchisini saroyda bosh oshpazi qiling. Uchinchi vazir haqiqiy vazirning o'g'li edi. Uni o'zingizga bosh vazir qiling. deb maslahat berib sekin g'oyib bo'lgan ekan. Bu hikoya sodir bo'lganmi, bo'lmaganmi bilmaymiz endi buni. Lekin bundan bir hissa chiqarishimiz mumkin albatta. Bundan chiqariladigan hissa shuki, Xizr alayhissalomdan murod bir nasihatdir. Biz bu nasihatni hayotimizni har kunida, har bir voqeligida, har joyda istasak topishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bir ibrat ko'zi bilan qarasak. Va yana aytadilarki, senga muomala qiladigan har bir odamga rost bo'lgin, halol bo'lgin, samimiy bo'lgin, uni kimligini bilmaysan deyishadi. Eng ozi bir imtihon bo'lishi mumkin. O'sha qarshimizdagi odam. Har bir odam bizga bir imtihon ekanligini bilsak, eng birinchi unga insonday muomala qilishni boshlaymiz. Har bir voqelik bizga bir imtihon ekanligini bilsak, unga boshqacha munosabatda bo'lamiz. Huzur radiosi. Yonimizda ekanligingizdan mamnunmiz. Yonimizda ekanligingizdan mamnunmiz. Qasr Orifin degan qishloq bor. Menimcha bu qishloq Buxoroda bo'lsa kerak, yo Samarqandda yo Buxoroda Oriflar qasri degan bir qishloq bo'lgan ekan. Hozir balki nom boshqachadir. Men o'qigan manbalarda endi eskida Qasr Orifin
Oriflar qishlog'i degan bir qishloq bor. Va qirg'oqchilik bo'lib qolibdi. Mana bugun ham O'rta Osiyoda ko'p qirg'oqchilik bo'lyapti-ku, suvda muammo bor. Endi tarixda ham shunaqa bo'lgan ekan. Qattiq qirg'oqchilik bo'lib, yomg'ir yog'masdan oylar davomida ekinlarga kasod kelib, odamlar ochlikdan, nochorlikdan qiynalib, boyagi Sa'diyni ta'biri bilan aytganda, tul ayolning ohiday osmonga qop-qora bulutlar bo'lib, insonlarni ohi bulutlar bo'lib, qora bulutlar bo'lib tepaga ko'tarilayotgan bir payt deb nima qiladi? Nega? Har kimni bir qaraydigani bor, bir mehriboni bor, lekin unday qirg'oqchilik paytda tul ayolni, egasiz boshida erkagi bo'lmagan bir ayolni ahvoli juda og'ir bo'lar ekanda. Uni ohi, nadomati ko'kka qora tutun bo'lib chiqardi. O'shanaqa zamonlarda odamlar qurbonliklar so'yib, duolar qilib, Allohdan yomg'ir yog'dirishini so'rab, ko'p iltijolar qildi, lekin u iltijolar qabul bo'lmadi. Ya'ni yomg'ir yog'maganidan uni qabul bo'lmaganini tushunamiz-da endi. Va ular shu har doim duolari qabul bo'ladigan bir o'sha qishloqda bir orif insoni bor ekan. Allohning do'stlaridan avliyo sifat odamlar bo'ladi-ku. Ularning oldiga borib, "Hazrat, siz haloliysiz, siz bizga o'xshagan emassiz, to'g'ri gapirasiz. Har doim ibodatlarda qoyimsiz. Biz bunday emasmiz. Shuning uchun bo'lsa kerak, bizning duolarimiz o'lda-jo'lda qolib ketayotgandir. Lekin siz unday odam emassiz. Bir so'rasizchi? Siz ham shu yerda yashaysiz-ku. Yomg'ir so'rab bersiz bo'lmaydimi? Iltimos qilamiz" deb oqsoqollar bosh egib, boyagi orif odamni oldiga kelishibdi. Olim odam o'rnidan turib, "Yuringlar orqamdan" debdi. Va hamma butun qishloqni, endi o'sha erkaklarini boyagi orqasidan yetaklab shahar aylanib yurib, bir joyga yurishib turasa aylanib, qarasa bir ayol bolasini ko'tarib turgan ekan. Bozorga yaqin bir joyda. Boyagi olim odam aytibdiki, "Ey xotin" debdi, boyagi ayolga qarab. "Labbay" desa, "Bolangni emiz" debdi. "Nega?" debdi. "Emiz bolang" debdi. "Emizmayman" debdi. "Nega?" desa, "Ha, bola meniki. Qachon emizishni o'zim bilaman. Ya'ni siz kimsiz menga? To'g'ri, sizni hurmat qilamiz boshqa, ammo siz boladan nimani tushunasizki? Siz uni onasi bo'lmasangiz, siz uni tug'ib katta qilgan bo'lmasangiz, unga qachon sut berishni siz bilmasangiz. Men bu bolani men dunyoga keltirdim. Bu meni farzandim. Unga qachon, qaysi soatda, qancha vaqt sut berishni men bilaman" debdi va inkor etdi. Boyagi odam qishloqdoshlariga qarabdi-da, bu ayolning javobida "Sizlar uchun ham javob bor" deb ketgan. Ya'ni sizni yaratgan Alloh sizga qachon nima beradi? Suv beradimi, sut beradimi, boshqa beradimi? Yomg'ir yog'diradimi? Qirg'oqchilik qiladimi? Uni ixtiyorida bo'lgan narsadir. Bo'yin egishdan boshqa holatingiz yo'qdir. Hamma o'zidan qidirsin. Xatoni uni tuzatganda balki tuzalish uchun bir sabab bo'lar degan ma'noda. Ya'ni butun xalqni o'sha bolasini emizishni rad etgan ayolni javobi bilan qoldirib ketishdi. Muhtasham usul. Masalan, siz menga bir savol bersangiz, men sizga bu savolga bunday deb javob bersam, ishoning bir soatda esingizdan chiqib ketadi. Uning javobi ham, savolingiz ham esingizdan chiqib ketadi. Lekin bu usul bilan men sizga bir javob bersam, bu javobda sizni ham bir xizmatingiz bo'lsa, bu javobni topishda va uni siz bir umr eng go'zal shaklda u javobdan istifoda qilib, foydalanib, hayotga tatbiq qilib va boshqalarga foydali bo'lib yashaysiz. Bu yerdan chiqaradiganimiz birinchi xulosa bu. Ikkinchisi, haqiqatdan ham bizni
Butun mulklarni egasi, mol mulk, har narsani egasi Robbimizdir. Qachon istasa u payt beradi. Nega bermadi? Nega unday qilmadi? Nega bunday? Men nima gunoh qildim? Undan nima kamim bor? Biz qayerdan bilamiz? Kimdan qancha kami bor? Kimdan ustun joyi bor? Biz o'zimizni kimligimizni bilmaymiz. Tamommi? Shuning uchun bu bir nevi isyonga kiradi. Isyonga kiradi. Isyon eng katta xavfdir. Bu insonni qalbini zulmatga aylantiradigan narsalardan bittasidir isyon. Va eng asosiysi hech bir insonni rohatga, farog'atga, tinchga, xotirjamlikka olib boradigan birorta yo'lda isyonni i harfi ham yo'q. Qaysi tabib qay yo'l bilan taklif qilsa qilsin, kim bo'lishdan qat'iy nazar har kimni aytadigan gapi sizni sokinlashtirmoqchi. Sizni bu dunyodagi ishlarga nisbatan sovuqqon bo'lish orqali sizni baxtli qilishga urinishadi. Ammo bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Masalan, birini eshigini payg'ambarimiz nima dedilar? Birini eshigini taqillatib borsangiz, ochmasa keting dedilar, to'g'rimi? Bu nima degani? Ya'ni so'ramang, nega eshigingizni taqillatib, nega ochmadingiz? So'ramang. Men kimman, menga eshigini ochmadi. Men salom berdim, haligi olmadi. Men unday qildim. Butun nima shunaqa emasmi? Ya'ni bir shaklda men degan bir ego bor, bir kibrni bir shohlab ketgan bir kibr. Va go'yo qarshisidagi nega qanday qilib menga nisbatan bunday deb yondirib yuboradi ichini. Vaholanki bizga buyurilgan narsa ishingiz bo'lmasin. U uning ishi. Istasa qiladi u javobni. Istasa eshigini ochadi. Istasa qiladi uni. Tamommi? Biz mana shu o'zimiz, bizni vazifamiz borish edi. Bizni vazifamiz savol berish edi. Bizni vazifamiz ko'rganda nimadir qilish, bir narsa so'rash, bilmadim. Bizdan, lekin uni javobi, aliga olish, bizga yana qaytib tabassum qilish, bizga javob qilish, u endi qarshi tomonning vazifasi. Agar qarshi tomon uni qilmasa, biz uni ayblamaymiz, tamom? Menchi, nega dedikmi, isyon boshlanadi. Isyon shunday boshlanadi. Nega men, nega u? Qiyos. Shayton qanday isyon qilgan bo'lsa, nega loydan bo'lgan u, nega olovdan bo'lgan men emas deb isyonga ketgan bo'lsa, inson ham nega men, nega u deyishi bilan isyonga ketadi. Nega so'radim bermaydi. Nega qiyin ahvoldaman ko'rmaydi. Biz uchun nima xayrli ekanini qayerdan bilamiz? Xuddi bolaga onasi qachon sut berishni bilganday, Robbimiz ham bizga qachon nimani, qanday, qay usulda berishni qarshimizga chiqarishdi yaxshi biladi. Bunga rozi bo'lmaslik bizni bir nevi o'sha isyon qilishga ichimizdan yiringlatib zulmatni ichiga otadi. Zulmatni ichida qolgan odam uchun eng katta muammo bor. Buni unutmaslik kerak. Men zulmatda bir kun bo'lsam ertaga chiqaman degan narsa yo'q. Zulmatga bir kirgan odam yorug'lik kelmaguncha u yerdan chiqa olmaydi. Bir nur ko'rinsagina u yerdan chiqadi. U nur ko'rinmasa yuraveradi. Yillar, bir umr ham yurishi mumkin. U nurni ko'rsatadigan ham Allohdir. Istamasa bir umr ko'rsatmaydi. Xuddi Musa alayhissalomning qavmi cho'llarda 40 yil sarson bo'lganday, bir joyda aylanib yurganday, isyonga ketgan zulmatda ham bir umr aylanib yuraveradi. Alloh azza va jalla unga bir nur ko'rsatsagina keyin u
u zulmatdan chiqishi mumkin. Ko'rsatmasa, o'shada o'ladi, yo'q bo'ladi, ketadi. Shunaqa. Huzur radiosi. Biz sizni tinglaymiz. Siz ham bizni tinglang. Azariy qardoshlarimizni mashhur shoiri Nasimiyni shunday misralari bor. Bir ajoyib darda düştüm. Herkes gider karına. Özüm buldum, özüm yerim. Hak karamdır yarıma. Zerrece tamahım yoktur bu dünyanın karına. Rızkımı veren Hudadır. Kula minnet eyleme. Manası, bir ajoyib dard keldi boshimga. Bu dard kelishi bilan hamma o'zi bilan o'zi bo'lib ketdi. Atrofimda hech kim qolmadi. O'zim topdim, o'zim yeyman. Yorim haq Allohdir, karami keng haq Allohdir. Bu dunyoning ishlariga ko'nglim yo'qdir. Rizqimni bergan Xudodir. Qullarda oldida egilmayman degan ma'noda. Rizqimni veren Xudodir, kula minnet eyleme. Arabi, Farisi bilmem, dile minnet eyleme. Deb davom etadi. Xullas, o'sha rizq haqidagi qismi bizga hozir juda asqotadi. Bundan bilmadim, 1-2 yil oldin bo'lsa kerak. Şu küçük Çekmecik ko'lida kefal degan bir baliq bor. Kefal balığı Kıbrıs usulida ovlanadi. Kıbrıs usulü Türk nonini po'kakka o'rab, uni ip bilan o'rab, u yerga ignalar qo'yiladi. Bir 10 tasi, keyin 100 gramlik qo'rg'oshin osilib, shu otasiz bir 100 metrga keyin qo'ng'iroq qo'yib qo'yasiz. Jiring-jiring qilsa, demak tushgan bo'ladi. Keyin yig'ib olasiz. Shunaqa qarmoqdan endi men bu yerda Decathlon degan bir do'kon bor, eng zo'r qarmoqlar sotiladi. U yerdan bir 2 ta zo'r qarmoq qo'yganman. Yonimda bir siriyalik amak bor. U qarmoqlarni bir 6 ta, 7 ta qarmoq qo'ygan. Deyarli hammasi qo'lbola qarmoqlar. Ammo ikkalamiz ham o'sha Kıbrıs usuli bilan, Kipr usuli bilan, Kiprliklarda ovlash usuli bilan ovlayapmiz. Hatto bir-birimizga yordam beramiz. Qarmoqlarimiz har xil, ammo yemlash usuli bir xil bo'lgani uchun qarmoqni otgandan keyin baliq tutsa olsangiz chuvalashib qoladi-da. Uni qilguncha bir 15-20 daqiqa vaqt o'tadi, uni yana joyiga keltirguncha. O'sha vaqt ketmasligi uchun tayyorlab qo'yganmiz birga. Bunisini taqamiz, otamiz, unisini yana nima qilib qo'yaveramiz. Endi xullas, yo'q, bir 9-10 ta qarmoq bor. Uni ikkitasi meniki, qolgani uniki. Bitta joyga tashlangan va bir xil yemlangan. Yemini ikkalamiz birga tayyorlayapmiz. Suhbat qilib o'tiribmiz. Shu peshinlardan keyin boshladik ovni. Shu shomgacha 20 talar baliq ushladik, lekin birortasi meni qarmog'imga tushmadi. Jahlim ham chiqadi. Nega menga tushmaydi? Nega bunga tushadi? Nafsim nima qilyapti? Meni qarmog'im zo'r qarmoq bo'lsa, u oddiy cho'pdan ham sog'gan bo'lsa, nega unaqa deb go'yo ichimda bir nima ham bo'lyapti endi. Bo'ladi, nafsdan emas. Keyin tushdi bitta. Bitta kefal tushdi shunday. Shunga ham xursand bo'lib qoldim. Endi boyagi siriyalik amaki uni qarmog'iga tushib, menga tushmayotganda u ham hijolatda. Hijolat bo'lib ketyapti-da. Ikkalamiz bir-birimiz bilan gaplashib turamiz, jiring-jiring qilsa ikkovimizdan birdan qaraymiz, yana uni qarmog'i bo'ladi-da. Buni hech sirini ichimda yecholmay turdim. Kechqurun shomdan keyin farzandlari keldi. O'zi ham bir 7-8 ta bolasi bor. Cho'llab kelishdi. Keyin tushundim, ularda rizq edi u.
Meni uncha baliqqa ehtiyojim yo'qdi. Shuning uchun u baliq yedim. Ko'l to'la baliq. Bir joyda bir 9 ta qarmoq tashalgan. Meni qarmog'im 2 ta qarmog'imga bir marta tushdi, uni 7 qarmog'iga 20 dan ortiq baliq tushdi. Mana shunday narsalarni kuzatish orqali rizq Allohdan ekanligini aniq ichingizda his qilasiz. Qadar oilasini 2 ta vakili bor. Biri Azroil, biri rizq. Ikkalasi aka-uka. Bittasi tugaganda bittasi keladi. Ungacha bu masalada xotirjam bo'lishimiz kerak. Men o'sha baliq ovlarkan o'zim uchun olganim hikmatni rizq haqida juda ko'p narsalar aytishganda ham unchalik his qilmaganman. Ko'p o'qiganmiz, bilamiz, eshitganmiz, lekin unday his qilmaganman. Vaholanki nima bo'ldi u yerda his qilishim uchun, nima sabab bo'ldi? Ozgina diqqatli bo'ldim. Bugun omadim kelmadi desam ham bo'laverardi. Ozgina diqqatli bo'ldim. Aslida unday isbotlar, rizq Allohdan ekanligi haqidagi unday isbotlar har kun atrofimizda, har lahza sodir bo'ladi. Uni ko'rsak bo'ldi. Shunaqa. Huzur radiosi. Oila davrasida ishonch bilan eshiting. Surxondaryoda polvonlar kurashga tusharkan, birinchi kichkina yigitlardan boshlanadi. Kichkina palachalardan. Sekin-sekin bir-birini origa chiqib, masalan deylik, uka yutqizib qo'ysa, origa aka chiqadi. Keyin u yutqizib qo'ysa, qarshidagi uni bir nechta o'rtoqlar chiqadi. Shunday qilib kichikdan kattalashib boraveradi. Va origa bitta odam chiqmaydi. Masalan deylik, biri yiqitsa boshqasini. Yiqilganni origa chiqadiganlar 10-15 ta bo'lardi. U uni aka-ukasi, qo'shnisi, do'sti, sinfdoshi boshqa hammasi boyagi bakovning yoniga borib o'tiradi. Keyin boyagi yutgan ularning ichidan bittasini tanlaydi. Diqqat qilish kerak bo'lgan joyi shu. Boyagi o'tirganlarning hammasi bunday o'tiradi, kichikroq bo'lib ko'rinay, kuchsizroq bo'lib ko'rinayda meni tanlasin. Meni tanlasin. Men kurashga chiqay. Uning uchun u boyagi eng ichidan zaifini tanlaydi-da yutgan. Yana yutishni istaydi. O'shuning uchun hammasi shu boyagi o'tirar ekan juda kichkina bo'lib o'tirishadi. Shunday boyagi bunday qilib yiqitib qo'yaman degandek bir taassurot uyg'otishni istaydi. Lekin tanlangandan keyin turganda, keyin tanlaganiga pushaymon bo'ladigan holatda jelaklarini orqaga otib, ana endi kuningni ko'rsataman deb davraga chiqadi. Haqiqiy er yigitlar. Mana shundan aytiladi, qanotlar ochilmaguncha uni hajmini bila olmaysan. Biri davraga tushmaguncha uni nima ish qilishiga aqling yetmaydi. Biri o'zini ko'rsatmaguncha ko'rmaysan. Bugun odamlar o'rtasida bir-birini tanib-tanimay lochaplashga urinishlar bor. Qarshi taraf hali qanotlarini yozgani yo'qki. Bir yozsa, balki jo'jadek pitirchilab qolasan. Bilmaysan yani. Ya'ni bilmaymiz. Shunday ekan, atrofimizga muomala qilganda diqqatli bo'lishimiz kerak. Balki meni kurashga tanlasin deb o'zini kichkina qilib, bilmasvoy qilib, sodda birini ko'rsatib o'tirgan bo'lishi mumkin. Zinhor adashib jangga chiqib qo'ymang demoqchiman.
kalxatlar hali qanotini yozmaguncha siz uni bir qirg'iy deb ham o'ylashingiz mumkin. Qachon qanotini bir yozsa, keyin ko'rasin haybatini. Yaxshi amallar ham shunday. Yaxshi amallarni ham qilaverish kerak. Kichkina, arzimagan bir ishku demaslik kerak. Ko'rinishiga qarab. Meni imkoniyatim biriga bitta non olib berishga yetadi. Endi olib berdim nima-yu, olib bermadim nima demaslik kerak. Erta bir kun qiyomatda amallarimiz oldimizga qo'yilganda tog'day amallar turar ekan. Yo Rabbi, men buni qilmaganman-ku. Alloh azza va jalla aytar ekanda, bu kichkinagina amalingda parvarishlab pasha qilib shuncha bo'lib qoldi. Chunki kichkina demasligimiz kerak-da, u qancha katta narsalarga sabab bo'ladi. Bir yaxshilik qilar ekanmiz, boya aytganimizdek, shunchaki vazifamiz bo'lgani uchun emas. Men birini hayotini o'zgartiraman. Men bunga yaxshilik qilar ekanman, bu kelajakda yuzlab odamlarga yaxshilik qiladigan biri bo'ladi va men u yaxshiliklarga ham sherik bo'laman. Alloh nasib qilsa, u yerda men ulushim bo'ladi. Ya'ni kattaroq o'ylash kerak. Boyagi katta bo'lib ketganda amallar biriga bir harf o'rgatar ekansiz, biriga bir yaxshilik qilar ekansiz, birini qo'ldan tutar ekansiz. Boshqa bilingki, u qo'l ham necha qo'llarni tutib o'rnidan turg'izadigan biri bo'lishini umid qilishimiz kerak. Dardimiz bu dunyoda yaxshilar sonini ko'p bo'lishidir. Shunda u yaxshilik bizga qaytib keladi. Farzandlarimizga qaytib keladi. Farzandlarimizning farzandlariga qaytib keladi. Bugun dunyoda urushlar bo'lyapti. İnsanlar insonlarning qonini to'kyapti. Dunyoning bir nechta biz bilgan va bilmagan nuqtalarida inson bolasi nimalarnidir talashib o'zini qurbon qilyapti. Turkiyada men bilmayman, menga aytishdi, agar uyingizga o'g'ri kirsa, o'g'ri yotoqxonangizga kirmaguncha unga jismoniy zarar bera olmaysiz. Haqqingiz yo'q yani. Ha, berishingiz mumkin, jazo bor. Uy sizniki. Kirayotgan bir o'g'ri yotoqxonaga kirmaguncha siz unga bir o'q uza olmaysiz. Bir qattiq tanasiga jarohat yetkaza olmaysiz. Nega shunday bo'lishi mumkin? Nega bunday qonun? Ajib, men kechadan beri o'ylab, ya'ni insonlar, men o'ylashimchada bu qonunni o'ylaganlar, bu yerda qurolga ruxsat bor-ku. Bo'lar bo'lmasga birini jonini olavermasin. O'g'irlik qilayotgan balki juda muhtojdir shu. Ya'ni majbur bo'lib ketgandir shunga. Shunday bo'lsa-yu, bu uni nima qilib qo'ymasin. Bir qattiq jarohat yetkazib qo'ymasin. Endi sizni yotoqxonangizgacha kirgan biri, u sizga bir tajovuz qilmoqchi bo'lgan biri. Shundagina siz unga nima ishlatishingiz mumkin ekan. Men o'zimcha shunday tushundim. Bilmadim, balki buni bir qonuniy boshqa bir ochiqlamalari, tushuntirishlari bordir. Menimcha shunday. Ya'ni bular bo'lmasga insonlarga ziyon berilavermasi kerak edi bu dunyoda. İnson o'zi bir joygacha yashaydi, o'zi o'ladi. Uni o'ldirish shart emas. Ya'ni har doim biriga ziyon berishdan oldin boyagi bir daqiqa qonunni ishlash kerak-da. Birov haqida yomon gapirar ekanmiz, boya boshida aytganimiz. Birov haqida fikr bildirar ekanmiz, birovni muhokama qilar ekanmiz, birovni orqasidan har xil ig'vo, fitna, fasod qilar ekanmiz, birovga borib chaqar ekanmiz, birov haqida birovga ma'lumot berar ekanmiz, boshqa. Bir daqiqa to'xtashimiz kerak-da. Nima qilyapman? Shuni nima qilishim kerak hozir? To'xtab bir shu fikr qilib olsak, o'sha bir daqiqa qoidasini o'sha yerda ishlatsak, o'sha kurashda origa chiqayotganlarni tanlashda ham,
kalxatni qirg'iy deb o'ylamaslikda ham, hamma nuqtada yaxshilik bilan yomonlikni farqiga borishda ham, biriga ziyon berar ekan, bir to'xtamga kelib olishda ham. Biri bor qo'l cho'zyapti, istang turg'izing, istang bir teping. Da hayotda shunday. Har doim o'sha 1 daqiqa qonuni ishlash kerak. Huzur radiosi. Yonimizda ekanligingizdan mamnunmiz. Yonimizda ekanligingizdan mamnunmiz. Assalomu alaykum. Bugungi hikoya hayotimizni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan bir formula haqida gapiradi. Yevropa mamlakatlarining birida xizmat safarida edim deydi yozayotgan odam. Turgan joyimdan taxminan 330 kilometr uzoqlikdagi boshqa bir shaharga borishim kerak bo'lib qoldi deydi. Avtobus chiptasini olish uchun kassada navbatda turardim. Navbatda mening oldimda yoshlari 60'larda bo'lgan bir ayol bor edi deydi. Kasir ayol bilan, o'sha ayol bilan nimalarnidir uzoq gaplashdi. Suhbat so'ngida kasir ayol unga qarata, "Xonim, iltimos qilaman sizdan, chetga o'ting. Odamlar kutib qolishdi", dedi. Ayol menga yo'l ochish uchun bir necha odim chetga o'tdi. Men esa chipta olishdan avval men ularning suhbatiga guvoh bo'lganim uchun, bir qadar quloq musofiri bo'lganim uchun kasir xonimdan u ayolning nimasini so'radim, muammosini so'radim. Nima muammosi bor uni deb so'radim. Kasir haligi xonimning faqat chiptaga yetadigan puli borligini, biroq avtobus shoh bekatiga kirish uchun bor yo'g'i 1 yevro puli yo'qligini, ayol esa avtobusga shoh bekatdan tashqaridan avtobusga, ya'ni shoh bekatdan tashqarida kirmoqchi bo'lganini, bu esa qatiyan qonunan mumkin emasligini aytib berdi. Keyin dedi, men mana 1 yevro, iltimos u xonimga chipta bering dedim. Kasir u ayolni yana qayta yoniga chaqirdi. Men kassa tuynugidan bir oz chetlashdim. Ayol chipta sotib oldi va chetga o'tib kutib turdi. Menga minnatdorchilik izhor etmoqchi bo'lsa kerak deb o'yladim ichimda. Biroq undan sado ham chiqmadi. Chipta olishimni kutib turdi-da, stansiyaga qarab yura boshlaganimni ko'rib, menga bir buyruq ohangida "Buni ko'taring" deb jomadonini ishora qildi. Endi bir-biriga o'ta bir nazokat bilan muomala qiladigan bu insonlardan, deydi muallif, bunday muomalani hech qachon kutmagan bo'lsam kerak hayotim davomida. Uning harakati menga juda ham g'alati tuyuldi, erish tuyuldi. Men ham hech narsa demasdan jomadonini ko'tardim va birgalikda avtobus tomonga yo'naldik. Kassadan birin-ketin turganimiz uchun biletlarimiz ham, joylarimiz ham yonma-yon tushib qolgan ekan. Yo'l bo'yi tashqaridagi manzarani, undan bahra olishni maqsad qilib deraza tomonga o'tirmoqchi bo'ldim. Chunki tashqarida qor yog'ayotgandi. Qor tabiatning barcha ranglarini o'z rangi bilan ohista nima qiladi? Qoplay boshlaydi. Go'yoki bundan buyog'i meniki. Sokin ovozda endi davron meniki. Lekin xavotir olmang. Sizga faqat yaxshiliklar olib kelaman deb shivirlayotgandek edi, deydi.
Biroq afsuslar bo'lsinki, xonim deraza tarafga o'tirishimga nima qilmadi, yo'l qo'ymadi. O'zi u yerda o'tirib oldi. Men ham go'yoki zarra qadar e'tibor bermagandek joyimga o'tirdim. Xonimning men tarafga qarab tikilib turgan o'tkir nazarini his qilsam ham e'tibor bermaslikka harakat qildim. U hamon hech narsa demasdan menga tikilar, men esa buni bilmaganga solib, o'zimni ko'rmaganga olib, e'tibor qilmayotgandek tutib, to'g'riga qarab ketaverardim. O'tiraverardim ya'ni. Biroq bu ko'z uzmay tikilishlar meni baribir ich-ichimdan bezovta qila boshladi va oxir oqibat xonimga burilib qaradim. Qarashim bilan u tabassum bilan menga aytdiki, sizni sabringizni sinayotgandim dedi. Men aytdim, nimaga nisbatan sabrimni? Ayol aytdiki, mening odobsizligimga nisbatan. Men haqimda nima deb o'ylayotganingizni hozir ayni paytda juda yaxshi bilib turibman. Keyin men so'radim, siz haqingizda nima deb o'ylayotganimni bilishingizdan meni unchalik ishonchim komil emas. Aslida buni bilishingizning men uchun hech qanday bir ahamiyati ham yo'q. Ayol aytdiki, yaxshi. Buni sizga keyinroq aytaman. Hozir esa sizga qarzimni qanday qaytarsam ekan degan o'y mening hayolimni tamoman band qilib turibdi dedi. Arzimagan narsa, bu to'g'rida o'ylab o'tirishga ham hojat yo'q dedim. Ya'ni bir sovuq ohangda aytdim bunu. Ayol aytdiki, menda bir narsa bor. Uni hozir sotaman u qarzimni uzaman. Uni mendan sotib olasizmi yoki boshqalarga taklif qilaymi dedi. Nima bo'lsa ham endi u. Uning nima ekanini bilmasdan sotib olishimni istaysizmi? Ya'ni menga uni nimaligini aytmasdan men uni sotib olishimni istaysizmi? Ayol aytdiki, bu bir hikmat. Agar menga 1 yevro bersangiz, sizga uni aytaman. Tushuntiraman. Men aytdim, agar bu hikmat menga yoqmasa-chi, pulimni qaytarib berasizmi? Aslo dedi ayol. Siz bu so'zni eshitgandan keyin men uni qanday qilib qaytarib olaman? Boz ustiga menga hozir 1 yevro nima juda ham zarur, chunki nima qilishim kerak? Sizdan bo'lgan qarzimni uzishim kerak. Hamyonimdan 1 yevro chiqardim va uning kaftiga qo'yib ajin tushgan chehrasiga nazar soldim. Ko'zlari yosh qizlarnikidek porloq edi. Bu ko'zlar orasidagi qirra burni esa tulkilarning ayyorona zakovatidan xabar berib turardi. Pul qo'liga tushishi bilan bolalar singari boyagi ayol quvonib ketdi va kaftlarini qisib jamlab oldi. Ya'ni men hozir nafaqadaman deb so'z boshladi xonim. Yashab turgan shahrimdan dugonamni aeroportga kuzatishga keldim. Uyga qaytishga yetarli mablag' qoldirib, qolganini sarflab yubordim ya'ni. Aksiga olib taksi haydovchisi mendan 1 yevro ortiqcha pul oldi. Men bo'lsa ichimda hech qisi yo'q, avtobusni Shohibekat tashqarisida kutaman deb o'yladim. Afsuski, bu nima qilingan ekan, taqiqlangan ekan. Sizning mardligingizni ko'rgach, sizga boshqacha bir usulda minnatdorchilik bildirmoqchi bo'ldim. Axir siz deyapti, men so'ramasam ham menga yordam berdingiz. Bu bir moddiy masala emas. To'g'ri, arzimagan chaqa deyishingiz mumkin, lekin siz bir zum o'ylab ham o'tirmasdan yaxshilik qilishga otlandingiz. Tabassum bilan ayolning so'zini bo'ldim deydi muallif. Ko'rinib turibdiki, menga hayotingiz haqida
hayotingiz hikoyasini so'zlab bermoqchisiz. Biroq mening sotib olgan narsam qani? Hazlashyapti-da endi. Hikmat qayerda? Faqat 1 daqiqa, dedi u. Faqat 1 daqiqa. Mayli, dedim, 1 daqiqagina kutaman. Ayol aytdi, yo'q. Kutishning keragi yo'q. Hikmatning o'zi shu. Hech narsaga tushunmadim. Hech narsani anglamadim. Yetib kelmayapti menga. Men aytdim, bir firibgarlikka uchradim deb o'yladim-da ichimda. Ayol aytdiki, men demak sizga o'sha 1 daqiqaning hikmatini tushuntirib beraman. Bu so'zlarni aslo unutmang. Har qanday ishda qaror qabul qilish, har qaysi masalada fikr bildirishdan oldin o'zingizga 1 daqiqa vaqt bering. Qo'shimcha 60 soniya, ko'p emas. 60 soniya ichida mana shu miyangiz qancha ma'lumotlarni qayta ishlashini bilasizmi? Qaror qabul qilishingizdan oldin o'zingiz uchun ajratgan ana o'sha 1 daqiqa juda ko'p ishlarni nima qiladi? O'zgartirib yuboradi. O'zgartirib yuborishga qodir, lekin bir shart bilan. Men so'radim, qanday shart? Nafs istaklaridan butunlay forig' bo'lgan holda aqlingiz va qalbingizning ichiga jamiki insoniy qadriyatlarni, namunaviy axloqlarni joylab, tarafkashliklardan xoli bo'lgan holda masalaga xolisona yondoshishdir. Masalan, muayyan bir holatda o'zingizni haq qarshingizdagi insonni esa nohaq deb turgan bo'lsangiz, ana o'sha 1 daqiqa ichida nafs moyilliklaridan forig' bo'lishga qodir bo'lsangiz, balki agar buni uddalay olsangiz, uning oz bo'lsa ham haqli taraflari borligini ko'rishingiz mumkin. 1 daqiqa tafakkur qilsangizda, ana shunda unga nisbatan qabul qiladigan qaroringiz balki o'zgarishi mumkin. Bir insonni jazolashni istayotgan bo'lsangiz, ana shu 1 daqiqa ichida balki uning uchun biror uzr topib, uning jazosini balki yengillatarsiz, balki umuman jazolashdan voz kecharsiz, balki kechirarsiz uni, af etarsiz. Mumkinmi shu? Faqat 1 daqiqa hamma narsani o'zgartirib yuborishi. Masalan, juda to'g'ri qaror deb turganingiz aslida hayotingizni halokatga yetaklaydigan qaror ekanini anglab yetishingizga sabab bo'lishga qodir. Ana o'sha 1 daqiqa. Shoshmaslik kerak. Bu 1 daqiqa sizni insoniylikka yaqinlashtirib, havoi nafsingiz va g'ururingizdan uzoqlashtirishi mumkin. Shu 1 daqiqa. Bu 1 daqiqa sizning yoxud boshqa bir kishining hayot yo'lini, agar siz biror lavozimdagi mansabdor bo'lsangiz, balki bir necha o'nlab, yuzlab insonlarning taqdirini nima qilishingiz, o'zgartirib yuborishi muqarrar bo'lgan qarorlarni qabul qilishingizga yordam berishi mumkin. E'tibor berdingizmi? Har gal sizga bu 1 daqiqa haqida gapirganimda, har biri uchun 1 daqiqadan ko'p vaqt kechmadi. To'g'ri dedim. Uning gaplarini tasdiqladim. Ko'ngil rohatligi bilan men bu oldi berdiga rozi bo'ldim chin dildan. Men aytdimki, bu 1 yevro sizga halol bo'lsin.
U menga qo'lini uzatdi va dedi: "Marhamat, kassadan men uchun to'lagan pulingizni sizga qaytaryapman. Men uchun qilgan yaxshiligingiz uchun sizdan juda ham minnatdorman. Sizga tashakkurimni izhor qilaman." Ayol menga 1 yevroni qaytarib berdi. Men unga tabassum bilan bir lahza boqdim. Kutilmaganda qo'llari bilan boshimdan tutib, peshonamdan o'pib ham qo'ydi. Bilasizmi, u yerda bu muammo bilan soatlarcha qolib ketishi mumkin edi. Atrofdagilar hatto mening muammom nimada ekanligini sezmagan ham bo'lishlari mumkin edi. Men esa hech qachon hech kimdan o'sha 1 yevroni so'ramagan bo'lardim, so'ramasdim. Soatlar u yerda qolardim, lekin so'ramasdim. Men aytdim, "Mayli. Bordi-yu men sizga 100 yevro bersamchi" dedim. "Menga nima sotardingiz agar sizga 100 yevro bersam?" dedim bir hazil ohangida. Unda dedi ayol, "Buni mahrim sifatida qabul qilib sizga tegib olishga rozi bo'lardi" deb xaxolab kuldi. Ikkimizni bu baqirib kulishimiz butun avtobusni tutib ketdi. Men xuddi bu ayoldan nima bo'layotganday, o'zini himoya qilayotganday, qochmoqchi bo'layotganday o'rnimdan turmoqchi bo'ldim. Ayol esa meni tutib olib, "O'tiring dedi, qo'rqmang" dedi. Mening o'zimga sodiq turmush o'rtog'im bor. Menga juda ham bog'lanib qolgan va hali beri o'lishni o'ylayotgani yo'q derdi. Hazillashar tabiiyki. Men esa de kulishda davom etib, "Yo, menga faqat 1 daqiqa bering" deb, "Atiga 1 daqiqa istayapman" derdim hazillashib. Mening yo'lim yarimlaganda Hamroh xonimning shahriga yetib keldik. Vaqt bunchalik tez o'tib ketishini kutmagandim. U avtobusdan tushib qolganida meni mahzunlik qopladi. Shaharga yetib borishimizdan 15 daqiqa oldin ayol o'g'liga telefon qildi. Undan kelib kutib olishini so'ramoqchi bo'ldi-da. Keyin telefonida puli yo'qligini aytdi. "Shu sabab o'g'limga bog'lana olmayapman. Menga" dedi, "telefoningizni berib tura olasizmi, o'g'limga qo'ng'iroq qilsam" dedi. Men ham berdim, o'g'li bilan gaplashib oldi. Xonim tushib qolib, biz yo'lda davom etdik. 15 daqiqalar o'tgandan keyin telefonimga 2 ta maktub keldi. Birinchisi telefon shirkatidan bo'lib, u hisobimga 10 yevro pul tushgani haqida edi. Ikkinchi maktub esa xonimdan kelgandi. Va xonim yozgandiki, aslida telefonimda yetarli mablag' bor edi, lekin sizning raqamingizni bilib olish uchun bir o'zimcha hiyla ishlatishimga to'g'ri keldi. Menga qilgan yaxshiligingizni qaytarmoqchi bo'ldim. Istasangiz mening raqamimni ham saqlab oling o'zingiz uchun. Va bizning shahrimizga kelsangiz bilingki, bu yerda sizni hamisha chin dildan kutib oladigan onangiz bor. Men maktubga shunday deb javob yozdim. İlk bor sizni ko'rganimda ko'zlaringiz tulkilarnikidek ayyor ekani hayolimga kelgandi, lekin buni sizga aytishga botina olmagandim. Bir kuni siz bilan yana uchrashaman deb umid qilaman. Menga bergan hikmat uchun minnatdorman. Va shuni ham aytib qo'yayki, men
uni ancha qimmat narxlarga pullayman hayotim davomida. Faqat 1 daqiqa. Men bu hikmatni sizga sovg'a qilaman, lekin insonlar butun soatlarning qadriga yetmasdan ularni behuda o'tkazib yuborayotgan bu zamonda kim ham uni mendan qabul qilar ekan, deb yozadi muallif. Xulosa qilamizki, faqat 1 daqiqa hayotingizning oqishini, yo'nalishini o'zgartirib yuborishga qodir. Har kuni har qanday holatda undan foydalaning. 1 daqiqani unutmang. Eng muhim qarorlarni qabul qilishdan oldin to'xtang va 1 daqiqa qabul qilmoqchi bo'lganingiz qaror haqida, yurmoqchi bo'lganingiz yo'l haqida, aytmoqchi bo'lganingiz gap haqida, tanlamoqchi bo'lganingiz inson haqida 1 daqiqa, yashamoqchi bo'lganingiz hayot haqida chuqurroq o'ylab ko'ring. 1 daqiqani unutmang. 1 daqiqa ham sizni, ham hayotingizni, ham qarashlaringizni, ham to'xtamlaringizni, hammasini o'zgartirishga qodirdir.